keladigan 4 ta menga bir 10 baravar keladigan qoplarimiz yetib keldi sizlar uchun maxsus. Qizlar, bu yoqda mana shu nerealniy bizga kilotlarimiz keldi Xitoydan. Hammasi mana shu полный kilot. Men hozir yuragini ezib ko'rsataman sizlarga qizlar. Большимерка размер kiyasizlar, malamerka razmer kiyasizlar, любойga to'g'ri kelaveradi. Bu birinchi pressimiz. Уже ikkinchi pressimizni ko'rsataman sizlarga. Mana. Voy zot, maza qilaman deb shularni kessam borib, hammasi to'g'ridan to'g'ri Xitoydan yetib kelgan bizga. Ozgina sabringlarni sinayman qizlar. Kerakli bo'lgan hamma narsa bor sizlarga. Bu yoqda mana dvoyka rubashka, mana kilotlari bilan dvoykalarimiz hamma narsa topsanglar bo'ladi. Men sizlarga ko'rsataman. Haqiqatda vahima qilishga arziydigan tovarlarimiz keldi. Men vashi chidamasdan o'zi 3-pressimizni ham boshlab bordim. Buni ham ichida shunaqa katta assortimentda kiyimlar kelgan. Chertib tanlab olib kelganmiz sizlarga. Mana assortimentni qaranglar. Nima so'rasanglar bor, xudo xohlasa, Dilmosga kelaverasizlar. Men sizlarga yana chidamadim. 4-pressimizni ham mayli sizlarga qiziqdinglar ochib ko'rsatib beraman qizlar. 4-pressimizni boshlab bordim qizlar. Bu yoqda nerealniy katta assortiment уже rubashkalarimiz, sarafanlarimiz kelgan. Voy dod, mana assortimentni qaranglar. Hech qayerda bunaqa katta assortiment ko'rmagansizlar. Har bittasi sizlar uchun, Dilmos klientlari uchun chertib tanlangan rubashkalarimizni mana sizlarga yoy beryapman. Однотонный deysizlarmi, poloskali deysizlarmi? Hammasidan xudo xohlasa bor. Qizlar, men просто shoshib ketyapman. Hamma sizlar uchun yengilliklarimiz kelishda davom etadi. Даже hayajonlanib gaplarimni esimdan chiqarib qo'yaman. Bu yoqda katta assortiment aytib o'tganimdek rubashkalar keldi, kilotlar keldi, ko'ylaklar, hamma narsalar keldi. Biz sizlarni har doimgidek yaxshi ko'ramiz. Sizlarning qulayligingiz biz uchun birinchi o'rinda. Bizani kuzatishdan uzoqlashmanglar. Ana endi bularni har bittasini kelgan variantini Dilmos profillarida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, do'stingizga ulashib qo'yishni unutmanglar. Har doimgidek Dilmos sizlarni yengilliklar bilan xursand qiladi.